Qishloq bugun alohida hayajonda. Kecha masjidda e'lon qilingandi, ertaga Qurbon hayiti. Otaxon, qishloqning ehtiromli kishilaridan biri. 25 yil imomlik qilgan, endi nafaqada. Uni hammasi otaxon deb ataydi. Bu yil u ham qurbonlik qilib qo'y soymoqchi. Bu uning birinchi qurboni emas, lekin har yili bu amalni qayta-qayta ado etishda u chuqur ma'no ko'radi. Ertalabki namozdan keyin uyiga qaytayotganida qo'shnisi Rahmat akani ko'rib qoldi. Unga ergashib yo'lni birgalikda bosishdi. "Rahmat, bu yil qurbonlik qilasanmi?" dedi otaxon. "Qilaman deb o'ylab turibman, lekin bozordagi narxlar. Qo'yni ol, o'ziga alohida yem, so'yishga odam. Juda qimmat. Niyatni qil, narxini Alloh o'zingga qaytarib beradi. Menda 2 qo'y bor, biri senga bo'lsin." Rahmat aka hayron bo'lib to'xtadi. "Ha, otaxon, yo'q, men bunday qabul qila olmayman. Bu xayriya, aka. Qurbonlik faqat so'yish emas, insonni bir-biriga yaqinlashtirish, ehson qilish. Sen menga jorasan, bu orqali ikkimiz ham savob olamiz." Otaxon o'z qarorini o'zgartirmadi. Shomda 2 qo'yning rishtasini mahkamlab, ustiga toq qog'ozcha ildirdi. Qurbonlik Alloh uchun. Hayit kuni tongda masjid qizigan, odamlar saf tortib, duolar aytildi. Har kimni ko'nglida bir niyat, yuzida tabassum. Namozdan keyin qishloqda shovqin-suron avjiga chiqdi. Bolalar quloqiga qizil bantik bog'langan qo'ylarni ko'rib xursand, kattalar esa qaysi qo'yni qayerda so'yishni kelishmoqda. Otaxon qurbonlikni o'zi ado etmoqchi. Qo'yni yerga yotqizdi, 2 qo'lini osmonga ko'tarib, shunday duo qildi: "Yo Rab, bu qurbonligimni qabul etgin. Oz yo'lingdagi insonlar uchun qilgan mehnatim kam bo'lsa ham, niyatim tozadir." So'ngra niqobini taqib ishga kirishdi. Qo'yni shovqinsiz, og'riqsiz, ehtiyotkorlik bilan so'ydi. Qo'shni bolalari kelib, yordam berishdi. Etin porselab, bir qismi qo'shnilarga, kambag'allarga, 4 farzandli yolg'iz onaga tarqatildi. Hattoki masjidda yurgan tilanchi kampir ham bir porani olib, ko'zi yoshlanib, "Qishda o'g'limni yo'qotganimdan beri biror marta go'sht yemagan edim", dedi. Shu kunda ko'plab xonadonlarda go'sht pishirildi. Hovlidagi tanovulda kattalar dunyo ishlari haqida suhbatlashishdi. Bolalar esa qo'y terisining ustida o'yin qilar, ora-orada "Oyi, go'sht pishdimi?" deb qayta-qayta so'rardilar. Kechga yaqin qishloqda sokinlik boshlandi. Odamlar uylariga qaytdi. Havo sovishib, tosh devorlar ham muzdek bo'la boshladi. Otaxon tanovuldan keyin yerga qarab o'tirdi. Uning oldida kichik ko'za, ichida suv. U og'ziga shivirlab shunday dedi: "Bu yildagi qurbon menga Allohning yana bir ne'matini ko'rsatdi. Insonlar o'rtasidagi aloqalar. Qo'shnining uyiga kirish, bolaga bir bo'lak go'sht berish, tilanchi kampirni xursand qilish, mana shu qurbonlikning eng asosiy ma'nosidir." U qo'lidagi tasbehni aylantira boshladi. Har marta sanoq bosilganda, uning qalbida bir orom, bir yorug'lik. O'sha kecha osmondagi yulduzlar jimjit yonar, havo tiniq, og'ushida qurbonlikning shukronasi bor edi. Hayitning ertasi. Quyosh sekin ko'tarilmoqda, havo tiniq. Ammo bugun qishloqda galati bir sokinlik bor edi. Garchi odamlar yana ishlariga qaytgan, uylaridagi tartibni tiklayotgan bo'lsa-da, otaxonning yuragi bir joyida bo'shliq sezardi. Oldin har yili Qurbon hayiti o'tganidan keyin u ichida yengillik, bir quvonch sezardi. Bu safar esa o'zgacha bir tuyg'u, nimadandir pushaymonlik emas, lekin ichki savol: bu yil haqiqiy qurbonlik qildimmi? Shu oy bilan u tanho bo'giga chiqdi. Ko'hna tut daraxti tagida bir necha yillik tosh supa bor. U yerda faqat u o'zi o'tirishni yaxshi ko'radi. Qishloqning, hayotning, o'tgan umrning ovozsiz daftari. U yerda yozilmagan, lekin yurakda chuqur muhrlangan esdaliklar bor. Qo'lida tasbeh, ko'zlari uzoqlarga tikilgan. Shu payt to'satdan eshik taraqlab ochildi. Eski, ammo toza kiyimdagi bir yigit darvozadan kirdi. "Assalomu alaykum, otaxon." "Va alaykum salom." Eshik ochiq, yurak ochiq, marhamat o'g'lim. Yigit pastakam kursiga o'tirdi. Bir lahza sukut. "Meni tanimadingiz, lekin men sizni tanir edim." Otaxon qiziqib qaradi. "Kim bo'lding, o'g'lim?" "Men Dostonman. Otam, marhum Halil bobo. Siz bir vaqtlar bizning uyda gisht terishda yordam bergansiz. O'shanda biz juda tang ahvolda edik. Onam aytadi, Halilning uyini otaxon ko'tardi, degan." Otaxon boshini egdi, jilmaydi. "Ha, eslayman. Yangi kelin tushgandilar, uyinglar suvsiz, derazasiz edi. Bizga savob kerak edi, sizga esa tom." Doston yon cho'ntagidan kichik paket chiqardi. Ichidan oq matoga o'ralgan ko'hna soatni chiqardi. "Bu otamning soati. Uning vasiyati shunday bo'lgan. Bir kun kelib otaxonni top, shuni unga bergin. Chunki men unga qarzdorman." Otaxon soatga uzoq qaradi. U soat unga tanish edi. Halilga u bergan, shu uy bitgach hadya qilgan. Endi o'sha soat o'ziga qaytdi. "Qurbonlik ba'zida faqat hayvon so'yish emas", dedi u past ovozda.
ba'zida ko'ngilni ochish, yordam qo'lini cho'zish ham qurbonlikdir. Doston ketdi. Otaxon esa hanuz supada. Soatni kaftida ushlab yurak bilan eshitardi. U urayotgandi. Har urganida go'yo yuragining bir zarbi ham unga qo'shilayotgandek edi. Har zarb bir esdalik, bir hikmat. Oradan bir hafta o'tdi. Otaxon bir qarorga keldi. Shu yil qishloqda bir narsa o'zgartirmoqchi edi. Yolgizlar ro'yxati. U masjidda e'lon qildi. Kimning uyida yolgiz kampir, qarovsiz bola, yordamga muhtoj oila bo'lsa, menga ayting. Qurbonlik oyida har birimiz ko'ngil qurboni qilaylik. Har yili bir qo'y emas, bir mehr, bir non ham yetadi ba'zilarga. Bu g'oya qishloq bo'ylab yoyildi. Har kim biror foydali ishga bel bog'ladi. Kimdir deraza ta'mirladi, kimdir kitob sovg'a qildi, kimdir issiq choy olib bordi. Katta-kichik bilib oldi. Qurbonlik faqat go'sht emas, bu qalbdan qalbga o'tadigan nurdir. Otaxon endi yastigiga bosh qo'yar ekan, ichki sukunatni his qilar, o'sha savolga javob topgandek edi. Ha, bu yil haqiqiy qurbonlik qildim. Dekabr boshlarida birinchi qor yog'di. Avvaliga mayin, yengil yog'di, go'yo osmondan nur to'kilar edi. Ammo oradan bir necha kun o'tib, sovuq urdi. Qor qalin qatlam bo'lib qishloqni qoplab oldi. Daraxtlar sukutga cho'mdi, yo'llar jimjit, odamlar esa erta tongdan yo'lni ochib, non topish tashvishida. Ammo bu yil Otaxon bir narsa boshlanganini bilar edi. Qish og'ir, lekin yuraklar yengil. Chunki Qurbon hayiti kunida boshlangan yolgizlar ro'yxati ishga tushgan. Har hafta 2-3 ospirin, 2 nafar ko'ngilli ayol, bir necha yoshlilar mahallada aylanar, yordamga muhtojlarning eshigini taqillatardi. Bir kuni qalin qorli tongda Otaxon eshikni ochsa, bir bola ostonada turardi. Yuzida qizarib ketgan izlar, oyoqlarida katta etik, ammo ustidagi kiyimi yupqa. Ko'zlari to'g'ri Otaxonnikiga tikilgan, lekin gapirmaydi. Yaqinroqqa kel, o'g'lim, dedi Otaxon ohangdor ovozda. Sovuqda turma. Bola ichkariga kirdi. Unga choy berishdi, ustiga issiq sholcha yopildi. Isming kim, bolam? Abduvali, deb shivirladi u. Onam aytdilar, bu yerda yaxshi odamlar bor deb. Otaxon yuragida nimadir silkindi. Bu yerda yaxshi odamlar bor. Bu gap og'irroq edi har qanday maqtovdan. U bolani pastki uyga tushirdi. U yerda Otaxon birinchi Qurbon hayitdan so'ng boshpana sifatida ajratgan xona bor edi. Issiq, toza, oddiy, lekin mehrli. Shundan boshlab Otaxon boshchiligidagi ko'ngil jamoasi, bolalar, yolgiz onalar, yoshi kattalarni ro'yxatga olib, ularga navbati bilan ovqat, kiyim, yoqilg'i, hatto dars qilishga o'rganish uchun daftar, qalam ulashdi. Yangi yilga yaqin kechada esa qishloq masjidida kichik tadbir bo'lib o'tdi. U yerda yoritilgan gilamlar ustida yolgizlar, ehtiyojmandlar va ularning yordamchilari bir safda o'tirishgan edi. Otaxon minbarga chiqdi. Qo'lida Qur'oni Karim, yuzida mehr, yuragida tinchlik. Qadrli yurtdoshlarim, bu yil Qurbon hayiti orqali biz Allohga nafaqat qo'y, balki mehr, sabr, jamoa qurbonligini berdik. Bu yilda biz bir-birimizga qadam tashladik. Shu yurish eng katta sajda edi. Endi bu yo'ldan qaytmaylik. Qishda qor yog'adi, lekin mehr isita oladi. O'sha kuni bolalar shirinlik yedi, keksa ayollar birinchi marta kuldi, erkaklar bir-biriga qo'l uzatdi. Qishloqda qor ham, yuraklar ham yumshab bordi. Abduvali esa o'sha yili maktabda eng yaxshi baholarni oldi. Uni Otaxon har kuni kuzatib qo'yar, har kecha chirogini o'chirguncha kutardi. Bolaning hayotidagi qorli kunlar ortda qolayotgan edi. Otaxon yotogida yotarkan, yana soatini chiqardi. Halil bobodan kelgan o'sha soat. Uni endi har tunda ko'z oldiga qo'yadi. Uning taq-taq ovozi go'yo yuragiga hamroh bo'ladi. Soat urmoqda edi va har urishda go'yo aytayotgandek edi. Qurbonlik yurakdan bo'lsa, u hech qachon to'xtamaydi.